sohani ichiga qanchalik chuqur kirganingiz sari hedjni o'rni judayam muhim ekanligini sezasiz. Ungacha hech qanaqa foydasi yo'q. Bitimni yopish kerak, chunki swap bor orada degan fikrlar kelishi mumkin. Lekin agar katta lotda ishlayotgan bo'lsalaring, sizlar kirayotgan bitimni o'sha lotga nisbatan swap'i qancha ekanligini bilib kirishlaring kerak. Misol keltiraman. Out NZ'da short ochish uchun swap unchalik ko'p emas. Bir lotga nisbatan. Lekin pozitiv swap bor buyda. Buni ochishdan oldin hammasini o'ylash kerak. Nima uchun sell olishim kerak, nima uchun buy.